Pensionerlar, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Ayrim kvitansiyalar bo'yicha siz ortiqcha pul to'layotgan bo'lishingiz mumkin. Eng achinarlisi, ko'p odamlar buni bilmagani uchun har oy pensiyasidan elektr, gaz, suv, isitish, chiqindi uchun pul ajratadi. Aslida esa ularga 20% emas, hatto 100% gacha kompensatsiya yoki to'lovdan ozod etish tartibi qo'llanishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Qaysi 5 ta kvitansiya bo'yicha kompensatsiya bo'lishi mumkin? Kimlar bunga da'vo qila oladi? Kimlar shunchaki men pensionerman deb to'lovni to'xtatmasligi kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak va eng muhimi, xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nimalarga e'tibor berish zarur? Videoni hoziroq yoqtirib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Chunki bu mavzu har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, yolg'iz yashayotgan keksalarga va nogironligi bo'lgan fuqarolarga bevosita tegishli. Avvallari ko'pchilik kommunal to'lovlarni oddiy tartibda to'lab kelgan. Kvitansiya keldi, unda summa yozilgan. Odamlar pensiyasidan pul ajratib to'lab qo'ygan. Ko'p hollarda hech kim menga imtiyoz bormi, kompensatsiya chiqadimi, bu summa to'g'ri hisoblanganmi deb tekshirmagan. Ayniqsa, keksa odamlar odatda mojarodan qochadi. Qarz bo'lib qolmay, chiroqni o'chirib qo'ymasin, gazni uzib qo'ymasin deb kvitansiyada nima yozilgan bo'lsa, shuni to'lab kelishadi. Lekin amaliyotda juda ko'p holatda kompensatsiya, subsidiya, ijtimoiy yordam, mahalla orqali beriladigan moddiy ko'mak yoki alohida toifalarga beriladigan kommunal imtiyozlar haqida odamlar kech bilib qoladi. Hozir esa ma'lumotlar raqamlashtirilayotgani, ijtimoiy reyestrlar yuritilayotgani, mahalla va ijtimoiy himoya organlari orqali ehtiyojmand oilalar aniqlanayotgani sababli ko'plab pensionerlar o'z huquqini talab qilishi mumkin. Lekin men darhol ogohlantiraman. Pensionerman degan so'zning o'zi hamma kvitansiyani avtomatik bekor qilmaydi. Bu yerda muhim farq bor. Oddiy yoshga doir pensiya oluvchi fuqaro bilan yolg'iz yashovchi pensioner, nogironligi bo'lgan pensioner, urush yoki mehnat fronti faxriysi, boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi, kam ta'minlangan oila tarkibidagi pensioner yoki ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan fuqaroning huquqlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bugungi maqsadim sizni kvitansiyani shunchaki tashlab yuborishga undash emas. Aksincha, men sizga qanday holatda to'lamaslik, qanday holatda kompensatsiya talab qilish, qanday holatda avval ariza berib, keyin to'lovni qayta hisoblatish kerakligini aniq tushuntiraman. Elektr to'lovi pensionerlar uchun eng og'ir kvitansiyalardan biri. Chunki uyda keksalar ko'proq vaqt bo'ladi. Televizor ishlaydi, chiroq yonadi, muzlatgich, isitgich, konditsioner, kir yuvish mashinasi, elektr choynak ishlatiladi. Agar uyda gaz bosimi past bo'lsa yoki isitish yaxshi bo'lmasa, odamlar elektr pechlardan foydalanadi. Natijada kvitansiya birdan oshib ketadi. Masalan, bir pensioner onaxon oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi deylik. Qishda elektr kvitansiyasi 260.000 so'm chiqdi. Agar u yolg'iz yashasa, nogironligi bo'lsa yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj deb topilgan bo'lsa, bu to'lov bo'yicha kompensatsiya mexanizmi, subsidiya yoki mahalla orqali yordam so'rash huquqi paydo bo'lishi mumkin. Ayrim toifalarda belgilangan limit doirasida to'lov 1% qoplanishi mumkin. Bu degani, davlat yoki vakolatli tashkilot belgilangan miqdorgacha sizning o'rningizga to'laydi yoki keyingi hisob-kitobda chegirma sifatida aks ettiradi. Lekin muhim jihat, agar siz katta hovlida yashasangiz, uyingizda farzandlaringiz, nabiralaringiz, ishlaydigan odamlar ro'yxatda bo'lsa, elektr sarfi yuqori bo'lsa, hammasi avtomatik kompensatsiya qilinadi deb o'ylamang. Odatda kompensatsiya ijtimoiy holatga, daromadga, uy xo'jaligi tarkibiga, ro'yxatdan o'tgan fuqarolarga va belgilangan me'yorlarga qarab ko'riladi. Gaz kvitansiyasi ham eng muhim masala. Ayniqsa qishda gaz sarfi keskin oshadi. Ko'p pensionerlar isitish qozoni, gaz plitasi, suv isitgich orqali gaz ishlatadi. Agar hisoblagich bo'lmasa yoki noto'g'ri ko'rsatkich kiritilsa, kvitansiyada juda katta summa chiqib qolishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Pensioner ota 3 oy davomida gaz ko'rsatkichini topshirmagan. Tizim o'rtacha hisob-kitob qilgan. Natijada 600.000 so'mlik qarz paydo bo'lgan. Ota esa men buncha gaz yoqmadim deydi. Bunday vaziyatda birinchi ish to'lovini ko'r-ko'rna to'lab yuborish emas, balki gaz ta'minoti tashkilotiga borib, hisoblagich ko'rsatkichini dalolatnoma bilan solishtirishdir. Agar noto'g'ri hisoblangan bo'lsa,
qayta hisob-kitob qilinadi. İmtiyozli pensionerlar uchun gaz bo'yicha ham kompensatsiya masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin yana takrorlayman, bu hamma pensionerga bir xil qo'llanmaydi. Masalan, yolg'iz pensioner yoki ikkinchi guruh nogironligi bor pensioner davlat tomonidan alohida ijtimoiy himoya qilinadigan fuqaro bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya organlari orqali gaz to'lov uchun yordam olish imkoniyati bor. Suv kvitansiyasi kichik ko'rinsa ham yil davomida katta summaga aylanadi. Ko'pincha pensionerlar suv hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida topshirmaydi. Keyin tizim normativ bo'yicha hisoblaydi. Uyda bir odam yashasa ham, ro'yxatda 3-4 kishi turgan bo'lsa, suv uchun ko'proq hisoblanishi mumkin. Misol keltiraman. Bir buvining uyida o'zi yolg'iz yashaydi, lekin ro'yxatda 2 nafar farzandi ham qolgan. Farzandlari boshqa joyda yashaydi. Lekin propiskasi o'zgarmagan. Suv tashkiloti esa ro'yxatdagi odamlar soniga qarab hisob qilgan. Bu uyga oyga 5-ming so'm o'rniga 1-ming so'm chiqib kelgan. Bu yerda bu darhol to'lab bormasdan yashovchilar soni bo'yicha ma'lumotni aniqlashtirishi, hisoblagich o'rnatilgan bo'lsa ko'rsatkichni tasdiqlatishi, ortiqcha hisoblangan summani qayta ko'rib chiqishni so'rashi kerak. Agar pensioner ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsa, suv va kanalizatsiya to'lovi ham kompensatsiya qilinadigan xarajatlar tarkibida ko'rilishi mumkin. Muhim narsa, kvitansiyada yozilgan summa yakuniy haqiqat emas. Uni tekshirish, e'tiroz bildirish va qayta hisoblatish mumkin. Ko'p qavatli uylarda yashaydigan pensionerlar uchun markaziy isitish kvitansiyasi juda og'ir bo'lishi mumkin. Ba'zan odam uyim sovuq, batareya yaxshi ismaydi, lekin kvitansiya to'liq chiqyapti deb shikoyat qiladi. Bu juda dolzarb masala. Agar isitish sifati past bo'lsa, radiatorlar sovuq bo'lsa, xonadagi harorat me'yoridan past bo'lsa, sizda xizmat sifati bo'yicha dalolatnoma tuzdirish huquqi bor. Buning uchun xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasiga, issiqlik ta'minoti korxonasiga murojaat qilinadi. Xodimlar kelib haroratni o'lchashi, nosozlikni qayd etish kerak. Shundan keyin qayta hisob-kitob masalasi ko'tariladi. Pensionerlar ko'pincha baribir foydasi yo'q deb jim yuradi. Lekin aynan yozma murojaat bo'lmasa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Agar siz isitish uchun oyga 300 ming so'm to'layotgan bo'lsangiz, lekin xonada harorat ul'iqi darajadan holat emas. Siz xizmatni to'liq olmagan bo'lsangiz, to'liq to'lov talab qilinishi adolatli emas. İmtiyozli to'yifaga kiruvchi pensionerlar uchun markaziy isitish xarajatlari ham subsidiya yoki kompensatsiya orqali qoplanishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashovchi keksalar. Nogironligi bor fuqarolar, kam ta'minlangan oilalar tarkibidagi pensionerlar bu masalani albatta tekshirish kerak. Ko'pchilik chiqindi kvitansiyasiga jiddiy qaramaydi, chunki summa katta emasdek tuyuladi. Lekin ro'yxatda odamlar soni ko'p bo'lsa, bir necha oy to'planib qolsa, jarima yoki penya qo'shilsa, bu ham pensioner uchun sezilarli yuk bo'ladi. Masalan, pensioner ota uyda yolg'iz yashaydi. Lekin kvitansiyada 5 kishi bo'yicha chiqindi hisoblangan. Nega? Chunki ro'yxatda farzandlari ham turibdi yoki ma'lumotlar bazasi yangilanmagan. Ota oyga 25 ming so'm o'rniga 5 ming so'm to'layapti. Bir yilda bu 900 ming so'mga yaqin bo'lishi mumkin. Bu pensioner uchun juda katta pul. Bunday holatda chiqindi xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotga borib, ro'yxatdan o'tgan va haqiqatan yashayotgan shaxslar bo'yicha ma'lumotni aniqlashtirish kerak. Agar hisob noto'g'ri bo'lsa, qayta hisob-kitob so'raladi. Ayrim hududlarda ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar uchun chiqindi to'lovi bo'yicha ham yordam berilishi mumkin. Men endi aniq aytaman. Quyidagi fuqarolar bu masalani albatta tekshirishi kerak. Birinchisi, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Agar sizning yoningizda doimiy daromadli farzand, turmush o'rtoq yoki boshqa ishlaydigan kishi bo'lmasa, siz ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilishingiz kerak. Nogironligi bo'lgan pensionerlar yoki ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqarolarda kommunal xarajatlar bo'yicha alohida imtiyozlar, yordamlar yoki kompensatsiya olish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Bunda tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik guvohnomasi, pensiya hujjatlari asosiy rol o'ynaydi. Uchinchisi, kam ta'minlangan oilalar tarkibidagi pensionerlar. Agar oilaning umumiy daromadi kam bo'lsa, uyda ishlamaydiganlar, voyaga yetmaganlar. Nogironligi bor a'zolar bo'lsa, mahalla orqali ijtimoiy reyestrga kiritish masalasi ko'riladi. Reyestrga kiritilish ko'plab yordamlar uchun eshik ochadi. To'rtinchisi, urush qatnashchilari, front o'rta mehnatkashlari.
alohida xizmatlar uchun imtiyozga ega bo'lgan faxriylar. Bu toifadagi fuqarolar o'z maqomini tasdiqlovchi hujjatlarni albatta yangilab, tegishli tashkilotlarga ko'rsatishi kerak. 5-si, noto'g'ri hisob-kitobdan aziyat chekayotgan pensionerlar. Siz imtiyozli toifaga kirmasangiz ham, kvitansiya noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan, eski qarz qo'shilgan. Boshqa xonadonning qarzi sizga yozilgan. Ro'yxatdagi odamlar soni yangilanmagan bo'lishi mumkin. Endi muhim ogohlantirish. Hech kim men pensionerman, demak umuman to'lamayman deb kvitansiyalarni chetga surib qo'ymasligi kerak. Agar siz imtiyozni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, tashkilot sizni qarzdor deb hisoblaydi. Keyin penya qo'shilishi, xizmat cheklanishi, sud orqali undirish masalasi chiqishi mumkin. Agar siz farzandlaringiz bilan yashasangiz, uyda daromadli odamlar bo'lsa, katta mulkingiz bo'lsa, kommunal sarf me'yoridan ancha yuqori bo'lsa, kompensatsiya rad etilishi yoki faqat bir qismi qoplanishi mumkin. 3% kompensatsiya odatda belgilangan me'yor. Aniq toifa va tasdiqlangan ehtiyoj asosida beriladi. Ya'ni siz o'yga juda katta miqdorda elektr ishlatsangiz, hammasini davlat qoplaydi deb tushunmang. Yana bir nozik jihat. Kompensatsiya ko'pincha ariza bergan kundan yoki reyestrga kiritilgan vaqtdan boshlab hisoblanadi. Siz men 3 yil oldin ham pensioner edim. Endi 3 yillik pulimni qaytaring desangiz, hamma holatda ham bu talab qondirilmaydi. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. Birinchi tuzoq, og'zaki va'da. Mahallada yoki tashkilotda kimdir sizga bo'ladi, kuting dedi. Lekin ariza yozilmadi, ro'yxatga olinmadi. Kirim raqami berilmadi. Bunday holatda keyin isbotlash qiyin. Har doim yozma ariza bering va nusxasiga qabul qilingan sanani qo'ydiring. Ikkinchi tuzoq, eski qarz. Ba'zan kompensatsiya joriy to'lovga beriladi. Lekin eski qarzni yopmaydi. Masalan, sizda elektrdan 700 ming so'm eski qarz bor. Keyingi oy uchun 100 ming so'm kompensatsiya chiqdi. Bu eski qarz avtomatik yo'q bo'lib ketadi degani emas. Eski qarz bo'yicha alohida qayta hisob-kitob yoki bo'lib to'lash tartibi so'raladi. Uchinchi tuzoq, hisoblagich muammosi. Hisoblagich plombasi buzilgan, ko'rsatkich topshirilmagan, qurilma nosoz bo'lsa, imtiyoz masalasi murakkablashadi. Chunki aniq sarf isbotlanmaydi. Shuning uchun hisoblagichlarni tartibga keltirish juda muhim. 4-tuzoq, uy egasi va yashovchi boshqa bo'lishi. Masalan, xonadon farzand nomida. Lekin unda pensioner ona yashaydi. Kompensatsiya olishda hujjatlar mos kelmasa, qo'shimcha ma'lumot talab qilinadi. Bunday vaziyatda yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma, oilaviy tarkib, kommunal shartnoma kim nomida ekanini aniqlash kerak. 5-tuzoq, bitta tashkilotdan boshqasiga yuborish. Elektr tashkiloti mahallaga boring deydi. Mahalla ta'minot korxonasiga boring deydi. Ijtimoiy himoya bo'limi yana qo'shimcha hujjat so'raydi. Bu holatda asabiylashmasdan aniq ro'yxat talab qiling. Menga kompensatsiya yoki subsidiya uchun qaysi hujjatlar kerak? Arizamni kim qabul qiladi? Javob muddati qancha? deb yozma so'rang. Birinchi qadam, barcha kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv, isitish, chiqindi bo'yicha oxirgi 6 oylik kvitansiyalarni alohida papkaga soling. Agar SMS orqali kelgan bo'lsa, skrinshot qiling. Agar ilovada bo'lsa, hisob-kitob tarixini chiqarib oling. Ikkinchi qadam, qarz va joriy to'lovni ajrating. Ko'pchilik kvitansiyada umumiy summani ko'rib qo'rqib ketadi. Masalan, 20 million so'm yozilgan bo'lishi mumkin. Lekin uning 300 mingga joriy oy, 700 mingga eski qarz bo'lishi mumkin. Kompensatsiya qaysi qismga qo'llanishini bilish uchun tafsilotli hisob-kitobni so'rang. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi haqida ma'lumot, daromadlar bo'yicha ma'lumot. Kommunal shartnoma yoki abonent raqamlari kerak bo'ladi. Agar yolg'iz yashasangiz, buni tasdiqlovchi ma'lumot muhim. 4-qadam, mahallaga va ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l. Avval mahalla fuqarolar yig'iniga boring. Holatingizni tushuntiring. Ijtimoiy yordam yoki reyestrga kiritish masalasini so'rang. Keyin tuman ijtimoiy himoya bo'limiga yoki vakolatli markazga ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozing: men pensionerman, kommunal to'lovlarni to'lashda qiynalyapman. Ijtimoiy holatimni o'rganib, elektr, gaz, suv, isitish va chiqindi to'lovlari bo'yicha kompensatsiya yoki subsidiya ajratishingizni so'rayman.
Beshinchi qadam, har bir xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan alohida hisob-kitob oling. Elektr tarmog'i, gaz ta'minoti, suv ta'minoti, issiqlik korxonasi, chiqindi xizmati bo'yicha abonent raqamingiz asosida qarzdorlik tafsilotini so'rang. Agar xato bo'lsa, qayta hisob-kitob qilib berishingizni so'rayman deb yozma ariza topshiring. 6-qadam, arizangizni ro'yxatdan o'tkazing. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Ariza nusxasiga qabul qilingan sana mas'ul shaxs imzosi yoki kirim raqami qo'yilishi kerak. Agar elektron yuborsangiz, yuborilganligi haqida tasdiqni saqlang. 7-qadam, javobni kuting va nazorat qiling. Odatda murojaatlarga belgilangan muddatda javob berilishi kerak. Javob kelmasa, yuqori tashkilotga yoki murojaatlar portali orqali shikoyat qilish mumkin. Pensioni odam mayli, indamay qo'ya qolay desa, ko'pincha masala cho'zilib ketadi. 8-qadam. Kompensatsiya chiqqandan keyin kvitansiyani tekshiring. Ko'p odamlar eng katta xatoni shu yerda qiladi. Menga imtiyoz berildi deb o'ylaydi. Lekin keyingi kvitansiya chegma aks etganmi, yo'qmi tekshirmaydi. Har oy abonent raqami bo'yicha balansni ko'ring. Agar kompensatsiya tushmagan bo'lsa, darhol so'rang. Birinchi misol. 72 yoshli yolg'iz yashovchi onaxon oyiga 20 million 1 ming so'm pensiya oladi. Qishda elektr 220 ming. Gaz puxta hokiming, suv 6 ming, isitish 2 ming, chiqindi 2 ming so'm chiqadi. Umumiy kommunal to'lov 703 ming so'm. Bu pensiyaning yarmidan ham ko'p. Onaxon mahallaga murojaat qiladi, ijtimoiy holati o'rganiladi. Yolg'iz yashashi tasdiqlanadi, daromadi pastligi aniqlanadi. Natijada unga kommunal xarajatlarni qoplash bo'yicha yordam ajratiladi. Bu yerda asosiy rolni men qiynalyapman degan og'zaki gap emas. Hujjat va rasmiy ariza o'ynaydi. Ikkinchi misol. 58 yoshli pensioner otaning uyida ro'yxatda 6 kishi turadi, lekin aslida o'zi va turmush o'rtog'i yashaydi. Suv va chiqindi 6 kishi bo'yicha hisoblanadi. Ota har oy ortiqcha 20 ming so'm to'lab kelgan. U tashkilotlarga borib ma'lumotlarni yangilaydi, hisoblagich ko'rsatkichini tasdiqlatadi, ortiqcha hisoblangan summa qayta ko'rib chiqiladi. Natijada oylik to'lov ancha kamayadi. Bu kompensatsiya emas, lekin pensionerning pulini saqlab qoladigan juda muhim huquq. 3-misol. Nogironligi bo'lgan pension oil elektr pech bilan isitiladi, chunki uyda gaz bosimi past, elektr qarzi oshib ketadi. U avval to'lovni to'xtatib qo'yadi va qarz ko'payadi. Keyin murojaat qilganda ma'lum bo'ladiki, agar vaqtida ariza berganda ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya masalasi oldinroq ko'rgan bo'lardi. Bu misoldan xulosa. Qarz ko'payishini kutmang. Birinchi qiyinchilik paydo bo'lishi bilan murojaat qiling. Pensionerlar, siz elektr, gaz, suv, isitish va chiqindi bo'yicha kvitansiyalarni albatta tekshirishingiz kerak. Agar siz yolg'iz yashasangiz, nogironligingiz bo'lsa, kam ta'minlangan bo'lsangiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsangiz yoki kvitansiyada shubhali summa chiqayotgan bo'lsa, siz kompensatsiya, subsidiya, qayta hisob-kitob yoki moddiy yordam so'rash huquqiga egasiz. Lekin kvitansiyani shunchaki to'lamay qo'yish xavfli. To'g'ri yo'l: hujjat yig'ish, mahallaga murojaat qilish, ijtimoiy himoya organiga ariza berish. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan tafsilotli hisob-kitob olish va hammasini yozma tarzda rasmiylashtirish. Agar siz yoki ota-onangiz shunday holatda bo'lsa, bugunoq kvitansiyalarni tekshiring. Izohlarda yozing. Sizda qaysi kvitansiya eng ko'p chiqyapti? Elektrmi, gazmi, suvmi yoki isitishmi? Men keyingi videolarda aynan shu muammolar bo'yicha yanada aniqroq tushuntirish beraman. Videoni yoqtirib qo'ying. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensionerning har oy 100 minglab so'mini saqlab qolishi mumkin.